هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövendi dehtanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, ayollarga zorluk kılıp ularni miras kılıp almak, yani bir adamning qo'lidan yana bir adamning qo'liga o'tib turadigan mal o'rinda qilib olmak sizlarga durust bo'lmaydi. Ular ochiq bir fahisha ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha terikchilik qilinglar. Eğer ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Eğer bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni almoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mahr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qari chaplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqidadan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? Atılarınla algan ayollarni almanglar. Lekin buningdan ilgari algan bo'lsanglar, afu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Ayollarni zo'rlik bilan miroz qilib olish degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miroz qilib almak, ya'ni bir adamning qo'lidan yana bir adamning qo'liga o'tib turadigan mal o'rinda qilib olmak sizlarga durust bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular, ya'ni islom kelishdan burungi zamonda bir kishi o'lsa, uning ayoliga o'lguchining urug' tuqqanlari ega bo'ladi. Xolisa ularning birersi o ayolni alatdi, xolisa uni boshqalarga yotib qilib beradi. Yoki xolisa uni hech kishiga yotib qilib bermaydi. Ular u ayolga uning ota-onasi va urug' tuqqanlaridanmi huquqli edi. Shuning bilan ularning bu ishini cheklab bu oyat tushdi. Ayollarga besim ishlatishdan to'sish to'g'risida. Ular ochiq bir fahisha ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ya'ni ayollaringlarga bergan to'yliqinglarning hammasidan yoki ba'zisidan ularning o'tinib berishi yoki sizlardagi haqiqaning birasidan keçishini ko'zlab ularga ziyon yetkazmanglar va besim ishlatmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Mas'ud radhiyallohu anhu, İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Sa'id ibn Musayyib, Sha'bi, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ikrima, Ata, Zahhak, Abu Qalaba, Abu Salih,
Suddi, Zeyd ibn Aslam va Zeyd ibn Abu Hilal qatorliqlar mundaq deydi. Ayollar fahisha qilsa, sening uningga bergan to'yliqingni qaytirib olishing, hatto u ayolning to'yliqingni sana qaytirib berishi uchun uningga besim ishlatishing va uningdan ajrashib ketishing sening haqqingdir. Allah bu vaqtda mundaq deydi. O'zinglarning ayollaringlarga mehri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytirib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq etini elish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ikrima va Zahhak qatorliqlar mundaq deydi. Bu oyatdan yolg'iz fahisha qilgan ayollarga ko'z tutilgan bo'lmasdan, balki sarkashlik qilgan va erning gapiga kirmagan ayollarga ko'z tutildi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi har ikkila, ya'ni fahisha qilgan va sarkashlik qilgan ayolni o'z ichiga oladi dedi. Ayollar bilan chiroyli chiqishib o'tishga buyurish to'g'risida. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Xuddi sizlar ayollarning shunday qilishini yaxshi ko'rganinglardek, sizlarmi kuchinglarning yetishicha ularga so'zlaringlarni, ish harakatlaringlarni va taqturqinglarni chiroyliqlashtiringlar. Allah bu haqda mundaq deydi. Ayollar ustida erlarning haqlari bo'lgandek, erlar ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lish kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tish kerak. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Sizlarning yaxshilaringlar o'zining ayoliga yaxshi muomala qilgan kishidir. Men ayollarimga sizlarning ichinglardagi o'zining ayoliga eng yaxshilik qilgan kishidirman." Chiqishqoq, mijozi ochiq yo'riq bo'lishi Payg'ambar alayhisalomning axloqlaridan bo'lib, u xotin bolalari bilan inoq o'tadi. Ularga mehribonlik qiladi. Ularning chiqimlarini keng kuchada qilib beradi va xotin bola chaqalari bilan kulishib o'tiradi. Hatto u mehribonlik qilish yuzidan mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anha bilan yugurish musobaqasi o'tkazadi. Bu haqda Oysha radhiyallohu anha mundaq dedi: Payg'ambar alayhisalom men bilan musobaqaga tushganda men uni utib oldim. Bu men samirib ketishdim burun bo'lgan ish edi. Keyin men samirib ketganda yana musobaqaga tushdim. Payg'ambar alayhisalom meni utib oldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom tang bo'ldik dedi. Payg'ambar alayhisalomning ayollari har oqshimi Payg'ambar alayhisalomning navbati kelib qo'nmoqchi bo'lgan uyga yig'iladi. Payg'ambar alayhisalom ba'zi vaqtda kechki tomoqni ular bilan birga yeydi. Tomoqdan keyin ular o'zlarining uylariga chiqib ketadi. Payg'ambar alayhisalom ayollar bilan bir yerda bo'ladi. U xuftan namozini o'qib bo'lib, uyiga kirib, uxlashdan burun ayollari bilan azroq mungdishadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin." Ya'ni sizlarning ayollaringlarni yomon ko'rib turibmi, sabr qilib ularni saqlashinglarda dunyo va oxiratda sizlarga ko'plagan yaxshiliklar bo'lishi mumkin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Ko'plagan yaxshilik degan ayolga mehribonlik qilish deganlikdir. Ondan u ayolidan bola yuzi ko'radi. Shu bolada ko'p yaxshiliklar bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: Mu'min mu'min ayolni yomon ko'rmasin.
uning bir ishini yoqtirmagan bilan boshqa bir ishidan xursand bo'ladi. To'yliqni qaytirib olishdan to'sish to'g'risida. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytirib olmanglar. Uni ayolga qari chaplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. Bu oyatda to'yliqni jiq olsimi, durust bo'ladiganligiga pakit bordir. Ömer ibn Hattab burun ayollarga to'yliqni jiq elishdan to'satdi. Keyin u so'zdan yenib oldi. Bu vaqtda Imom Ahmad Abu Aj'afi Salmanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Umar ibn Hattab radhiyallohu anhuning mundaq deganligini angladim. Agah bo'linglar, sizlar to'yliq silishda bek oshirib etmanglar. Agar u to'yliq dunyoda hurmatga sazovor qiladigan ish bo'lsa, yoki Alloh taolaning dargohida taqvolik qilganlikdan bo'lsa, uni qilishga payg'ambar alayhisalom sizlardan bek haqliq edi. Payg'ambar alayhisalomning ayollarining va uning qizlarining to'yliqi 12 uqiyadan ortiq bo'lmadi. Bir kishi ayolining to'yliqi bilan sinildi. Shuning bilan uning ko'nglida ayoli uchun bir o'chmanlik qoladi-da. Men sana hatta xaltining yipig'ichilik chiqim qildim deydi. Hafiz Abu Ya'la Masruqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning munbariga chiqib mundaq dedi: "Ey xaloyiqlar, sizlar to'yliqni nima deb jiq solasizlar? Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalarining soladigan to'yliqlari 400 dirham va uningdan to'van edi. Agar to'yliqni jiq silish Alloh taolaning dargohida taqvolik bo'ladigan bo'lsa yoki biror yaxshilik bo'lsa, sizlar bu ishda ularning oldiga o'tib ketalmaydinglar. Ya'ni agar to'yliqni jiq silish bu ikki ishning birisi bo'lsa, payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari allaqachon buni sizlardan burun qilatdi. Men buningdan keyin bir kishining bir ayolga olgan to'yliqi 400 dirhamdan ortiq bo'lib ketganini ko'rmay dedi. Ondan Umar munbardan tushib edi, Qurayshlik bir ayol uning oldini to'sib: "Ey mu'minlarning boshlig'i, sen kishilarni ayollarning to'yliqida 400 dirhamdan oshirib etishdan to'sdingmi?" dedi. Umar "A" deb javob berdi. O ayol: "Sen Alloh taolo Qur'onda tushirgan oyatini anglamadingmi?" dedi. U qaysi oyat dedi. Ondan o ayol: "Sen Alloh taolaning ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytirib olmanglar deganligini anglamadingmi?" dedi. Ondan Umar: "Ey Alloh, gunohimni kechirgin. Hamma kishilar Umardan bak olim ekan" dedi. Ondan keyniga qaytib munbarga chiqib mundaq dedi: "Haqiqatan men sizlarni ayollarning to'yliqida 400 dirhamdan oshirib etishinglarni to'sgan edim. Buningdan keyin xohlagan kishi ayoliga o'zining bergisi borni bersin." Abu Ayla mundaq dedi: "Men uning, ya'ni Masruqning ko'ngli xohlaganini qilsin dedimikin deb gumon qilaman. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar, uni qandoqmi qaytirib olasizlar?" Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid va Suddi qatorliqlar mundaq deydi: Oyatdagi o'zaro xilvatdan jinsiy munosabat o'tkazganlik ko'z tutilgandir. Uningdan keyin Imom Buxoriy va Muslimning hadisida payg'ambar alayhisalomning oldiga bir-biriga la'nat aytquchi ayol kelib, o'zaro la'natlarini aytish bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Alloh taolo ikkinglardan biringlarning yolg'onchi ekanligini biladi. Ikkinglardan biringlar tavba qilmamsizlar deb 3 qitim takrorlaganda ey Allohning payg'ambari,
Melim, yani onunğa bergen toyluqumçu, dedi Peygamber aleyhisselam. Toyluq senin emas. Eğer sen bu sözünde rastçıl bolsan, toyluq sen onu xotun qılğanlıqın hesabıdı boludu. Eğer sen onunğa yalğan böhtan çaplığan bolsan, toyluqda senin teximi haqqın yok, dedi. Ayallar sizlerden nikah aqideden ibaret mustahkam ahdi olgan tursa, onu qandaqmı qaytırıp alasizlar? İmam Müslim'nin hadisida Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligi bayon qilindi. Sizlar ayollarga yaxshilik qilinglar. Chunki sizlar ularni Alloh taolaning omonati qilib oldinglar va ularni o'zinglarga Alloh taolaning so'zi bilan halol qildinglar. Atысы olgan ayollarning o'g'illariga harom ekanligi va uning aksini qilgan kishining hukmi to'g'risida. Atıllaringlar algan ayollarni almanglar. Lekin buningdan keyin algan buningdan ilgari olgan bo'lsanglar abu qilindi. Alloh taolo ata algan ayollarni, ya'ni o'zining o'gay onasini ataga hurmat qilish yuzidan o'g'illarining ilishini harom qildi. Ayol o'g'liga ataning u ayolni o'ziga nikoh qilgan aman harom bo'lib ketadi. Bu olimlarning orasida birlik kelgan ko'z qarashdir. Ayol o'g'liga ataning u ayolni o'ziga nikoh qilgan aman harom bo'lib ketadi. Bu olimlarning orasidagi birlik kelgan ko'z qarashdir. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Islom kelishdan burungi kishilar otining ayolini ilish va qarindosh och singilni birla vaqtda nikohi saqlashdan boshqa Alloh harom qilgan narsaning hammasini harom deb biletdi. Ondan Alloh taolo otining ayolini ilish va och singilni birla vaqtda nikohida saqlashning harom ekanligiga bu oyatni nozil qildi. Ikki hamshirini birla vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'rildigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat. Shuning bilan bu ishlar bu ummatga harom qilinib, eng o'ch ko'rildigan ishlardan bo'lib qoldi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Zinoga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Bu yerda, ya'ni atalarning ayollarini balalarga harom qilib keltirgan oyatda fahishvozlikni harom qilib keltirgan oyatlardan bo'lib, o'ch ko'rildigan qiliqdir degan so'zni qo'shib keltirdi. Bu ish uning ko'nglida qilib qoladi. Ya'ni balasi otasining ayolini elib bo'lgandan keyin balaning otini o'ch ko'rishini keltirib chiqirdi. Chunki bir kishi bir ayolni olsa, u kishi ko'pincha holatda ayolning burunqi erini yomon ko'rdi. Shunga mu'minlarning onalarini, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning ayollarini elish Payg'ambar alayhisolamning ummatiga harom qilindi. Chunki ular Payg'ambar alayhisolamning ayollari bo'lganligi uchun ummatlarning onalaridir. Payg'ambar alayhisolam ularning otillariga o'xshashdir. Balki bütün musulmonlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bilan uning haqqi otalarning haqqidan cho'ngdir. Uni yaxshi ko'rish boshqa kishilarni yaxshi ko'rishdan ustun turdi. Ata ibn Abu Riba mundaq dedi: O'ch ko'rildigan qiliqdir, ya'ni Alloh taolo uni o'ch ko'rdi. Bu nima degan yomon odat? Ya'ni bu uni qilgan kishi uchun nima degan yomon odat. Bir kishi bu ishni qilsa, u haqiqatan o'zining dinidan yongan bo'ladi. Ondan dinidan yongan kishining qatorida o'ldiriladi. Uning mol-mulki musodir qilinib, musulmonlarning xazinasiga topshiriladi. Bu haqda Imom Ahmad va boshqa hadis olimlar rivoyat qilingan hadisda mundaq deb bayon qilindi: Payg'ambar alayhisalom
bir sahabini otasining ayolini olgan bir kishining qishig'a uni o'ltirib etkili va uning mol mulkini musodir qilg'il avatdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 22 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.